Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Qariyalar qo'shimchasi oshgan haqida gap ketmoqda va eng ko'p berilayotgan savol shuki, avgust oyida kim pensiyasiga yoki nafaqasiga qo'shimcha ravishda 5 million so'mgacha pul olishi mumkin. Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas, balki ota-onasi, bobosi, buvisi, nogironligi bor yaqinlari yoki parvarishga muhtoj qarindoshi bor har bir oila uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik pul tayinlangan bo'lsa ham hujjat topshirmagani, tartibni bilmagani yoki o'ziga tegishli huquqdan bexabar bo'lgani uchun qo'shimcha mablag'ni olmay qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bugun oddiy tilda kimga, qachon, qancha va qanday tartibda pul berilishini batafsil tushuntiraman. Avval qanday edi? Ilgari ko'plab keksalar pensiya yoki nafaqa olardi. Lekin qo'shimcha yordamlar, parvarish puli, yolg'iz keksalarga beriladigan ijtimoiy yordam yoki nogironligi bo'lgan shaxslarga alohida to'lovlar haqida ma'lumot ancha tarqoq edi. Bir odam pensiya oladi, lekin u yoshi katta. Uyda yolg'iz yashaydi. Dori-darmon xarajati ko'p, ko'chaga chiqishi qiyin. Shunday holatda u faqat asosiy pensiya bilan cheklanib qolsa, amalda yashash xarajatlarini qoplash juda og'ir bo'ladi. Ayniqsa, kommunal to'lov, oziq-ovqat, dori, tibbiy ko'rik, parvarish, yo'l haqi va kundalik ehtiyojlar oshib borayotgan vaqtda qo'shimcha pul oilaning ahvolini sezilarli darajada yengillashtiradi. Endi nima o'zgardi? Muhimi shuki, qariyalar, parvarishga muhtoj shaxslar, yolg'iz yashovchi keksalar, nogironligi bo'lgan fuqarolar va ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar bo'yicha qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki kompensatsiyalar qayta ko'rib chiqilmoqda. Ayrim toifalarda miqdorlar oshmoqda. Ayrim oilalarda esa bir nechta to'lov bir vaqtning o'zida jamlanishi mumkin. Shuning uchun odamlar orasida avgustda 20 million so'm kimga beriladi degan savol ko'paydi. Men bu yerda eng muhim narsani aniq aytaman. 5 million so'm hammaga avtomatik tushadigan pul emas. Bu ma'lum shartlarga javob beradigan, tegishli toifaga kiradigan yoki hujjatlari to'liq rasmiylashtirilgan fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Shu joyda ko'pchilik xato qiladi. Men pensionerman, demak menga ham 1,5 million tushadi deb o'ylaydi. Yo'q, faqat pensiya yoshida bo'lishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Ba'zi holatda odamning yolg'iz yashashi, parvarishga muhtojligi, nogironlik guruhi, tibbiy xulosa, ijtimoiy reyestrdagi holati, oilaviy daromadi yoki mahalla tomonidan tasdiqlangan ma'lumotlar muhim rol o'ynaydi. Demak, masalaning markazida bitta savol turibdi. Siz qaysi toifaga kirasiz va buni hujjat bilan tasdiqlaganmisiz? Men avvalo kimlar e'tiborli bo'lishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi guruh yoshi katta, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan fuqarolar. Bunday odam mustaqil ravishda kundalik hayotini yurita olmasligi mumkin. Ovqat tayyorlashda qiynaladi. Dorisini vaqtida ichishini nazorat qilish kerak. Shifoxonaga borish uchun hamrohlik zarur. Uy ishlari va gigiyena masalalarida yordamga ehtiyoj bor. Ana shunday holatda davlat tomonidan parvarish bilan bog'liq qo'shimcha to'lovlar yoki ijtimoiy xizmatlar masalasi ko'riladi. Agar hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilsa, oila qo'shimcha moddiy yordam olishi mumkin. Ikkinchi guruh yolg'iz yashovchi keksalar. Masalan, 78 yoshli ona bir o'zi yashaydi. Farzandlari boshqa hududda yoki umuman boquvchisi yo'q. Uning pensiyasi 1 million 200 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin u har oy kamida 300 ming so'm doriga, 2-3 ming so'm kommunal to'lovlarga, 600 ming so'm oziq-ovqatga sarflasa, pul yetmaydi. Agar u tegishli ijtimoiy himoya toifasiga kiritilsa, qo'shimcha yordam olish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu qo'shimcha har oyda alohida tayinlanishi yoki ayrim hollarda bir martalik yordam tarzida berilishi mumkin. Uchinchi guruh. Nogironligi bo'lgan pensionerlar. Katta yoshdagi odamda nogironlik guruhi bo'lsa, u faqat yoshga doir pensiya emas, balki nogironlik holati bilan bog'liq ayrim imtiyoz va qo'shimcha to'lovlarga ham da'vo qilishi mumkin. Bu yerda aniq hujjat juda muhim. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, nogironlik guruhi, amal qilish muddati, parvarishga muhtojlik darajasi, agar xulosa muddati tugagan bo'lsa, ko'pchilik pul ololmay qoladi. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya yoki nafaqa kartangizga qarash bilan ish tugamaydi. Hujjatlaringizning amal qilish muddatini ham tekshiring. Endi real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, taqvim yoshli otaxon yoshga doir pensiya oladi. U yolg'iz yashamaydi. O'g'li bilan bir uyda turadi. Sog'lig'i nisbatan yaxshi, tibbiy xulosada doimiy parvarishga muhtoj deb ko'rsatilmagan.
Bunday holatda u avtomatik tarzda ekan 5 million so'm qo'shimcha oladi deb aytish noto'g'ri. U pensiya oshirilgan bo'lsa, umumiy indeksatsiya doirasida pensiyasi ortishi mumkin. Lekin aynan parvarish yoki yolg'iz keksalar uchun mo'ljallangan qo'shimcha unga tegmasligi ehtimoli yuqori. Ikkinchi misol, 2 yoshli buvi yolg'iz yashaydi, farzandlari yo'q, sog'lig'i og'ir. Mahalla uni doimiy nazoratga olgan. Tibbiy hujjatlarda parvarishga ehtiyoj borligi ko'rsatilgan. Mana shunday holatda qo'shimcha to'lov, ijtimoiy yordam yoki xizmatlar tayinlanishi ehtimoli ancha yuqori. Agar avgust oyida yangi miqdorlar bo'yicha qayta hisob-kitob qilinsa, u asosiy pensiyadan tashqari sezilarli qo'shimcha mablag' olishi mumkin. Shuning uchun bu toifadagi odamlar mahalla inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, o'z holatini tekshirtirishi shart. Uchinchi misol, pensioner otaxonning pensiyasi 1 million 800 ming so'm. U guruh nogiron. Dori-darmon xarajatlari bor, lekin hujjatlari yangilanmagan. Tibbiy xulosa muddati iyul oyida tugagan. Avgustda qo'shimcha to'lov bo'yicha qayta ko'rib chiqish bo'lsa ham, tizimda uning nogironlik maqomi faol ko'rinmasa, to'lov kechikishi yoki umuman chiqmasligi mumkin. Keyin odam nega menga tushmadi deb yuradi. Aslida sabab oddiy. Hujjat muddati tugagan yoki ma'lumot elektron bazaga to'g'ri kiritilmagan. Shuning uchun har bir kishi o'z hujjatini tekshirish kerak. 4-misol, bir oilada 76 yoshli ona bor. U pensioner. Qizi unga qaraydi, chunki ona mustaqil yura olmaydi. Oila ham ta'minlangan. Lekin ular hech qayerga murojaat qilmagan. Bunday holatda davlat sizga pul kerak ekan deb avtomatik hamma narsani bilib qolmaydi. Albatta ayrim ma'lumotlar bazalarida bor, lekin parvarishga ehtiyoj, real yashash sharoiti, oilaviy holat va boshqa ma'lumotlar tasdiqlanishi kerak. Qizi mahallaga borib, onasining holatini tushuntirsa, tibbiy ma'lumotnoma olsa, ijtimoiy xodim kelib o'rgansa, keyin masala ko'riladi. Demak, huquq bor bo'lsa ham uni ishga tushirish uchun harakat kerak. 5-misol, 2 pensioner xotin birga yashaydi. Ikkalasi ham pensiya oladi. Ulardan biri og'ir kasal, ikkinchisi esa unga qaraydi. Bu yerda ham alohida yondashuv bo'ladi. Agar kasallik yoki nogironlik parvarishga muhtojlik darajasini tasdiqlasa, qo'shimcha yordam masalasi ko'rilishi mumkin. Lekin faqat ikkalamiz ham qarimiz degan gapning o'zi yetmaydi. Davlat organlari hujjat, daromad, yashash sharoiti va tibbiy xulosaga qaraydi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz oddiy pensiya oluvchi bo'lsangiz, pensiyangiz o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, nogironlik yoki parvarishga muhtojlik bo'yicha alohida maqomingiz bo'lmasa, yolg'iz keksalar ro'yxatida turmasangiz, sizga aynan 20 million so'm qo'shimcha avtomatik tushmasligi mumkin. Lekin bu siz umuman hech narsa olmaysiz degani emas. Pensiya miqdori oshirilgan bo'lsa, sizning asosiy pensiyangiz ham belgilangan tartibda qayta hisoblanadi. Shunchaki odamlar ikki narsani aralashtirmasligi kerak. Umumiy pensiya oshishi boshqa, maxsus qo'shimcha yoki ijtimoiy yordam boshqa. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lov doim ham bitta nom bilan kelmaydi. Ba'zi odam kartasiga pul tushganini ko'radi. Lekin bu pensiya oshishi, kompensatsiya, nafaqa, bir martalik yordam yoki parvarish puli ekanini ajrata olmaydi. Natijada qo'shnisi bilan solishtiradi, unga 50 million tushibdi. Menga 400 ming tushibdi. Demak meni aldashdi deydi. Aslida ularning toifasi, pensiya staji, nogironlik holati, qo'shimcha hujjatlar va oilaviy sharoiti boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Avgust oyida pul tushishi har doim ham hamma joyda bir kunda bo'lmaydi. Bank kartalari naqd pul berish tartibi, hududiy grafik, qayta hisob-kitob va texnik jarayonlar sababli bir odamga 5 avgustda, boshqasiga 12 avgustda, yana boshqasiga 20 avgustda tushishi mumkin. Shuning uchun birinchi kuni tushmasa, vahima qilish kerak emas. Lekin oy oxiriga yaqin ham pul tushmasa va siz haqiqatan ham tegishli toifaga kirsangiz, albatta murojaat qilish kerak. Uchinchi nozik jihat, ro'yxatda bo'lish va real pul olish bir xil narsa emas. Masalan, inson men mahalla ro'yxatidaman deydi, lekin mahalla ro'yxati alohida, ijtimoiy xizmatlar bazasi alohida. Pensiya to'lov bazasi alohida bo'lishi mumkin. Ma'lumotlar to'liq mos kelmasa to'lov kechikadi. Ism familiyada xato, pasport ma'lumotida farq, yashash manzili yangilanmagan, bank karta rekviziti noto'g'ri bo'lsa muammo chiqadi. Ayniqsa, keksa odam eski pasportdan ID kartaga o'tgan bo'lsa, lekin ayrim bazalarda eski ma'lumot qolgan bo'lsa, buni tekshirtirish zarur. 4-nozik jihat,
parvarish qiluvchi odamning holati ham muhim bo'lishi mumkin. Ba'zi oilalarda keksaga qarayotgan shaxs rasmiy ishlamaydi, butun vaqtini parvarishga sarflaydi. Bunday vaziyatda parvarish bilan bog'liq to'lov yoki ijtimoiy xizmatlar masalasi ko'riladi. Lekin parvarish qiluvchi odamning shaxsi, qarindoshlik darajasi, yashash manzili, real parvarish qilayotgani va boshqa shartlar tekshirilishi mumkin. Faqat men qarayapman deyishning o'zi har doim yetarli emas. 5-nozik jihat. Bir nechta to'lov bir-biriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, odam pensiya oladi, ustiga nogironlik bilan bog'liq imtiyoz bor, yana mahalla orqali moddiy yordam so'raydi. Ayrim yordamlar bir-birini cheklamasligi mumkin. Ayrimlarda esa daromad hisobga olinadi. Shu sababli har bir holat alohida ko'riladi. Men tavsiya qiladigan yondashuv shuki, menga tegadimi yoki yo'qmi deb taxmin qilish o'rniga barcha hujjat bilan borib rasmiy javob oling. Og'zaki gapga ishonib qolmang. 6-nozik jihat, 20 million so'm degan raqam har doim ham aynan bir xil tarzda tushadigan summa bo'lmasligi mumkin. Ba'zida bu oshirilgan to'lovning maksimal miqdori. Ba'zida bir necha oy uchun qayta hisoblangan farq. Ba'zida maxsus toifadagi fuqaroga tegishli qo'shimcha, ba'zida esa ijtimoiy yordam paketi bo'lishi mumkin. Shuning uchun videolarda yoki xabarlarda sarlavhani ko'rib, hamma qariyabin 5 million oladi degan xulosaga kelish noto'g'ri. Men mutaxassis sifatida tomoshabinga doim shuni aytaman. Sarlavha emas, shartlar muhim. 7-nozik jihat. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, lekin oila uning oxirgi oy pensiyasi yoki hisoblangan to'lovlari bo'yicha savol bersa, bu ham alohida tartibda ko'riladi. Meros dafn puli hisoblangan, lekin olinmagan pensiya kabi masalalar bor. Buni qo'shimcha to'lov bilan aralashtirmaslik kerak. Agar shunday holat bo'lsa, oila pensiya jamg'armasiga borib vafot etganlik guvohnomasi, qarindoshlik hujjati va boshqa talab qilingan hujjatlar bilan murojaat qiladi. 8-nozik jihat. Xorijga chiqib ketgan yoki boshqa viloyatga ko'chgan pensionerlar masalasi. Agar odam ro'yxatda bir joyda, amalda boshqa joyda yashasa, to'lov va ijtimoiy xizmatlar bo'yicha muammolar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, bu Toshkent viloyatida ro'yxatda, lekin Qashqadaryoda qizining uyida yashayapti. Mahalla tekshiruvi, ijtimoiy xodimning borishi, yashash sharoitini o'rganish kerak bo'lsa, manzilmos kelmagani sababli jarayon cho'ziladi. Shuning uchun yashash manzili va ro'yxat masalasini tartibga keltirish muhim. 9-nozik jihat, bank kartasi. Ba'zi keksalarda karta muddati tugagan bo'ladi. SMS xabarnoma ulanmagan bo'ladi. PIN kodni farzandi biladi. O'zi esa pul tushgan-tushmaganini bilmaydi. Bu ham oilalarda tushunmovchilik keltirib chiqaradi. Men tavsiya qilaman. Pensionerning kartasi faolmi? Muddati tugamaganmi? Bank ilovasi yoki SMS orqali kelgan tushumlarni tekshirish imkoniyati bormi? Shularni tartibga soling. Pul tushgan bo'lsa ham odam bilmay yurishi mumkin. Endi eng muhim qismga kelamiz. Tomoshabin nima qilishi kerak? Birinchi qadam, o'zingiz yoki yaqinlaringiz qaysi toifaga kirishini aniqlang. Oddiy pensionermi, yolg'iz yashovchi keksami, nogironligi bor shaxsmi, doimiy parvarishga muhtojmi, kam ta'minlangan oiladami, bo'g'uvchisini yo'qotganmi, ijtimoiy reyestrdami? Shu savollarga javob topmasdan turib, menga 20 million tushadimi degan savolga aniq javob berib bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekanini tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, tibbiy ma'lumotnomalar, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, bank karta rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Agar yolg'iz yashash holati bo'lsa, mahalla tomonidan tasdiqlangan ma'lumot talab qilinishi mumkin. Agar parvarish masalasi bo'lsa, parvarishga muhtojlikni ko'rsatuvchi tibbiy xulosa alohida ahamiyatga ega. 3-qadam, mahallaga boring. Mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimga vaziyatni aniq tushuntiring. Mening onam makmuchi yoshda o'zi yura olmaydi, doimiy dori ichadi, pensiyasi yetmayapti, parvarishga muhtoj. Qo'shimcha yordam yoki parvarish to'lov bo'yicha qanday tartib bor deb yozma yoki og'zaki murojaat qiling. Men aynan aniq gapirishni tavsiya qilaman. Pul bormi deb umumiy so'ramang. O'zingizning holatingizni ayting. Hujjat ko'rsating, qaysi yordam turlari borligini so'rang. 4-qadam, inson ijtimoiy xizmatlar markaziga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Hozir ko'plab hududlarda ijtimoiy xizmatlar tizimi orqali keksalar va ehtiyojmand fuqarolarning ahvoli o'rganiladi. Ular uyga kelib sharoitni ko'rishi, ehtiyojni baholashi, qanday xizmat yoki yordam kerakligini belgilashi mumkin.
Agar sizning yaqin kishingiz haqiqatan parvarishga muhtoj bo'lsa, bu bosqichni o'tkazib yubormang. 5-qadam pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ayniqsa pensiya miqdori qayta hisob-kitob ustama. To'lov kechikishi yoki avgust oyidagi oshirilgan summa bo'yicha savol bo'lsa, eng to'g'ri manba shu. O'zingiz bilan ID karta, pensiya ma'lumotlari, bank karta va zarur hujjatlarni olib boring. Mening pensiyam qayta hisoblandimi? Menga qo'shimcha to'lov tayinlanganmi? Avgust oyida farq summasi bo'ladimi? Nima sababdan tushmadi deb aniq savollar bering. 6-qadam yozma murojaat qoldiring. Og'zaki javob ba'zan yetarli bo'lmaydi. Agar sizga tegmaydi deyishsa, nima sababdan tegmasligini yozma tushuntirib berishlarini so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda xatoni tuzatish yoki yuqori tashkilotga murojaat qilish osonlashadi. Murojaatda ism, familiya, pasport ma'lumoti, telefon raqami, yashash manzili, holatning qisqa bayonot talabingiz bo'lishi kerak. Masalan, onam falonchi, babam 2 yoshda, yolg'iz yashaydi, doimiy parvarishga muhtoj. Unga qariyalar uchun qo'shimcha to'lov yoki ijtimoiy yordam tayinlanishi masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. 7-qadam hujjatlar muddatini tekshiring. Nogironlik xulosasi tugamaganmi? Bank kartasi faolmi? Pasport ma'lumotlari yangimi? Ro'yxat manzili to'g'rimi? Telefon raqami o'zgarmaganmi? Bu mayda ko'ringan narsalar pul tushishiga bevosita ta'sir qiladi. Ko'p holatda odamning huquqi bor. Lekin tizimdagi ma'lumot noto'g'ri bo'lgani uchun to'lov to'xtab qoladi. 8-qadam qo'shnilarning gapiga emas, rasmiy ma'lumotga tayaning. Bir mahallada yashaydigan 2 pensionerning to'lovi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Biri 35 yil staj bilan pensiya olgan, boshqasi minimal pensiya oladi. Birida nogironlik bor, boshqasida yo'q. Biri yolg'iz yashaydi, boshqasi farzandlari bilan yashaydi. Biri hujjat topshirgan, boshqasi topshirmagan. Shuning uchun falonchiga tushibdi, menga ham tush kerak degan solishtirish har doim to'g'ri natija bermaydi. 9-qadam pul tushsa ham uning nima uchun tushganini aniqlang. Bankdan ko'chirma oling yoki pensiya jamg'armasidan izoh so'rang. Bu kelajakda juda kerak bo'ladi. Chunki ba'zan odam bir martalik yordamni har oylik qo'shimcha deb o'ylab qoladi. Keyingi oy tushmaganda norozi bo'ladi. Agar pul bir martalik bo'lsa, buni oldindan bilish kerak. Agar har oylik bo'lsa, uning davomiyligi va shartlarini aniqlash kerak. 10-qadam, agar rad javobi olsangiz, sababini tahlil qiling. Rad javobi har doim yakuniy degani emas. Masalan, hujjat yetishmagan bo'lishi mumkin. Tibbiy xulosa kerak bo'lishi mumkin. Manzil mos kelmagandir. Daromad mezoniga tushmagandirsiz. Bunday holatda kamchilikni tuzatib qayta murojaat qilish mumkin. Lekin buni vaqtida qilish kerak. Chunki ayrim to'lovlar murojaat qilingan kundan boshlab hisoblanishi mumkin. Oldingi oylar uchun esa hamma vaqt ham to'lab berilmasligi mumkin. Men alohida ogohlantiraman, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men sizga 5 million chiqarib beraman. Faqat oldindan pul bering. Kartangiz raqamini va kodini ayting. Telefoningizga kelgan SMS kodini yuboring deganlarga ishonmang. Davlat to'lovlari uchun hech kim sizdan karta pin kodi yoki SMS kod so'ramaydi. Hujjat topshirish rasmiy idoralar orqali bo'ladi. Agar kimdir pul evaziga yordam va'da qilsa, juda ehtiyot bo'ling. Ayniqsa keksalar bunday allohga ko'proq duch keladi. Shuning uchun farzandlar ota-onasiga bu masalani tushuntirib qo'yish kerak. Yana bir muhim maslahat, oilada pensioner bo'lsa, uning o'ziga tashlab qo'ymang. Keksalar ko'pincha navbatda turishga, idoraga borishga, telefon orqali tushuntirishga qiynaladi. Farzandlar yoki yaqin qarindoshlar hujjatlarni tartibga keltirib, birga borib yordam bersa, masala tezroq hal bo'ladi. Bitta hujjat yetishmagan uchun odam oylar davomida qo'shimcha to'lovsiz qolib ketishi mumkin. Demak, avgust oyida 1 million so'mgacha qo'shimcha pul masalasi juda muhim. Lekin uni hammaga bir xil avtomatik beriladigan pul deb tushunmaslik kerak. Kim oladi? Asosan shartlarga javob beradigan, ijtimoiy himoyaga muhtojligi tasdiqlangan, parvarishga muhtoj yolg'iz yashovchi, nogironligi bo'lgan yoki tegishli hujjatlari to'liq rasmiylashtirilgan fuqarolar olishi mumkin. Kim olmasligi mumkin? Faqat oddiy pensioner bo'lib, alohida maqomi yoki tasdiqlangan ehtiyoji bo'lmagan fuqarolar aynan shu qo'shimchani olmasligi mumkin. Lekin ularning pensiyasi umumiy tartibda oshirilgan bo'lsa, qayta hisob-kitob qilinadi. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq ota-onangiz, bobo-buvinggiz yoki yaqin qarindoshingizning hujjatlarini tekshiring. Mahallaga ijtimoiy xizmatlar markaziga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanmay, kerak bo'lsa yozma javob oling.
Chunki odam o'z huquqini bilsa, unga tegishli pulni vaqtida oladi. Sizning oilangizda pensioner bormi? Avgust oyida qo'shimcha pul tushdimi yoki hali kutyapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men tomoshabinlarning real holatlarini o'qib, keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi yoki qariyasi bor yaqinlaringizga yuboring.